haydovchiga chora ko'rish o'rniga menga chora ko'rmoqchisiz. Men peshxoddan o'tib kelayotgan bo'lsam. Ayb sizda-ku. Qanaqa ayb menda bo'ladi? O'zi doim shunaqasizlar, shofyorlarni yonidan o'rasizlar-da. Singlim tushuning, ayb sizda-ku. Men tushunaman, yozsiz yozavering. Ya singlim, qanaqa kelgan ko'rib turibman. Qizilchoq o'tib kelyapsiz. Uni ustiga telefondan foydalanib kelyapsiz. Nafaqat o'zingizni hayotingizni, boshqani hayotini xavfga qo'yapsiz. Ham aytmoqchi bo'lgan gapimni boshidan eshitdingiz. Abdurahmon qonunchilar ko'rgan. Bir safar ogohlantirish bilan hal qilaylik. Qani, hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring. Yo, bu yo'lovchilarga qanday tushuntirish kerak? Har doim haydovchi aybdor emas, svetoforga qaradi, ha? Yo, yana shantaj qilishni qarayapsiz. Aytmang. Ha, o'rta boshliq endi menga sal oxirroq javob berasizmi degan. Hali vaqt bor, Abdurahmon. Tug'ilgan kunimi? Tug'ilgan kuningga Ha. tabriklayman. Sen boravergin. Xavfsizlikka o'zim qarayman. Xo'p bo'ladi. O'rtalarni ham mazza qilib o'tirib kelgin. Ha, yana sekin, ha? Unaqa qilsa bo'lmaydi. O'tarsiz. Ha, sovg'asini beraman, xavotir olma. Sovg'a uchun emas, mayli. To'xtating shu zamonni, bugun tug'ilgan kuni. Chiqsin ishning tumani. Ya, Bobur, shoshilmay tur. Choyxonaga boradigan bo'ldim. Ha, bu tadbir admin bo'lib qoldi. Hozir boraman. Lakasini chap qo'y. Abdurahmonov. Ha. Ha, sizlar bemalol ham hozir. Yo, boshliq keldingizmi? Tabriklayman. Rahmat. Mangami? Bu ana o'zingiz tutadigan telefondanmi? Xuddi o'zi? Ha, bilasanmi buni? Ya, hammasini yaxshi bilaman. Smartfondagi ovozlari zo'r eshitiladi. Ustiga bilasizmi, buni metali ingichka. Hamma zapallarimni shu telefonga yozib olgansiz. Rahmat kattakon. Demak, mana bu o'zi men bir kattalarga o'xshab tutar ekanman-da, yarashdimi? Ha? O'tirmaysizmi aytmoqchi, yuring. Ya, bemor. O'rtoqlar o'tgan ekansan. Choyxonam bor edi. Yaxshi o'tsizlar. Xo'p. Qani bolajonlar turinglar. Boshliq ketdi, qizlar bolalar bu yoqqa. DJ muzika. To'xtating shu zamonni,